Assalomu alaykum. Moskvada, Sankt-Peterburgda yurgan aka-uka opa-singillar xizmatingizga Moskva Peter, Peter Moskva taksilari. Kimda Moskvadan Peterga, Peterdan Moskvaga borib kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilinglar. O'zimizning nomerlarimiz. Dispetcher emasmiz, posredniy emasmiz. O'zimiz mashinada qatnaymiz. Mana akamiz ham ketdi. Aka, yaxshi ketyapsizmi, brat? Yo'q. Zo'ra? Pretenziya yo'q-a? Yo'q. Yaxshi aka. Maslahat berasizmi akalarga? Maslahat beraman. Bemalol ketmi? Telefon qilib, aka? Telefon qilib ishonchni. От души, брат. Так что aka-ukalar telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa manzillardan olib, manzillarga yetkazamiz kelishilgan narxlarda. Mashinamiz jicha kir endi. To'g'ri tushunasizlar, xudo xolasa. Moskva Peter, Peter Moskva taksi. Xudo xolasa mana Moskvadan Peterga keldik, akalarni olib kelib qo'ydik. 6,5 soatlarda yetib keldik. Yaxshi keldingmi akalar? Cho'tkiymi? Akalarni stroykaga olib keldik mana. Moskvadan Peterga. Ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilinglar. Voditellarning prямой nomeri, o'zimning prямой nomerim aka-ukalar. Sog' salomat bo'linglar.